10 ming so'mli emas, 10 ming so'm rangi bo'lgan ko'k rangli boks yig'amiz. Bu boks 11 yoshdan naqd 18 yoshgacha bo'lgan qizlarga bemalol to'g'ri keladi. Zerikarli bo'lib qolmasin deb bitta kodli bloknot va bitta shunaqa shkatulkali, ichlari bo'lsa dekorativniy bo'lgan bloknotdan qo'shdim. Aytgancha, qizlar oyisdan ham ko'ra ko'proq adasini erkitoyi bo'ladi. Shuning uchun bu videoni adasga jo'natib qo'ying. Sizga bu boksni tez podarka qilsinlar. Bilaman, adalar bunaqa narsalarni yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun ham tushunsin deb har bitta narsani ichlari bilan ko'rsatganman. Agar tushunishmasa ham hech qanaqa muammo yo'q. Olib bersa bo'ldi-ku. Xonanglar chiroyli bezalib tursin deb shunaqa dekorativniy shamlarni ham esdan chiqarmadim. Уже 10-sinfman, lekin qanaqadir mashinaga juda ham menga yoqib qoldi. Sinimga aytganim, rasi ustimdan kuldi. Izohlarga yozinglar, rasi chiroyli lineyka-ku, to'g'rimi? Boksga qaytadigan bo'lsa, bu boks men o'ylagandan-da chiroyliroq chiqyapti. Mana o'chirg'i chiqaringlar, juda ham chiroyli qilib ishlangan-a. Hali ham bu videoni adasiga tashlamaysizmi? Tezroq tashlang, hadiyali bo'lib oling.